mustaqilligimizning 35 yilligini demak kutib olish arafasida turibmiz. Avval va hozirgi davrni taqqoslaydigan bo'lsak, avval va hozir ikki dunyo. Mustaqillikdan oldin mamlakatimizda aholi ehtiyoji uchun kerakli mahsulotlarning atigi 11% ni ishlab chiqarilgan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam 67.7% ni tashkil etib, bu raqam emas, bu bizning yutug'imiz hisoblanadi. Soliq tizimi avval moliya qoshida birgina bo'lim sifatida shakllangan bo'lsa, bugun esa tuman shaharlarda alohida binolar barpo etilib, elektron tizimlar hamda qulayliklar yaratilgan. Mahalla tizimi joriy etildi. Mana shu mustaqilligimizning ilk davrlarida mahalla tizimi joriy etilib, birinchi marta kambag'allik ochiqlandi. Yoshlar dasturi ishlab chiqarildi. Lekin eng muhimi bu manfaat. Men davlat xizmatchisiman. Soliq to'lash faqat majburiyat emas, bu burch. Korrupsiyaga yo'l qo'ymay, xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilishimiz lozim. Soliqlar vatan taraqqiyotining garovi, soliq to'la vatanning ravnaqiga hissa qo'sh degan oliy fikrlarni jamlagan holda bugun soliq to'lovchilar soliqlarni o'z muddatida to'lash uchun ko'nikma hosil qilishi lozim bo'ladi.